Hozir o'zimga yangi Beauty Blend oldim, tugadi, chunki bittada ikkitadan ichyapman, ya'ni ochgan paytda tezroq natija bo'lsin, yana ham o'zimda o'zgarishlarni sezganligim uchun bir kunda ikkitadan ichyapman, ya'ni ertalab va kechqurunga yoki obedda tenga qilib ichyapman. Beauty Blendimiz bilasizlar, yoshlik eliksiri bo'lgan, kollagenni yaxshilab ishlab chiqarib beradi, yuzni tiniqlashtirib, yaltilatib beradi, dog'larni ochartirib beradi, ayollik energiyangizni oshirib beradi, qonni ko'paytirib beradi. Biz gadjetlar bilan ishlaganligimiz uchun nur bilan ishlaymiz, bilasizlar, kompyuter, telefon ertalabdan kechgacha bo'ladi va shunaqangi ayollarning salomatligini, ichki salomatligini yaxshilab berish uchun har qanday onkologik kasalliklarni oldini olishda eng yordamga keladigan adaptogen hisoblanadi va mana shu mahsulotimizni kun davomida ayollar doimiy dejurniy sostavda olib yurishi kerak bo'ladi, ya'ni to'xtovsiz bemalol yillab ichish mumkin bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Beauty Blendimiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana tepasi yuqorida, mana shunaqa flakonchasi osongina olib tashlanadi. Bunga suvga aralashtirib ichishingiz yoki idishcha olib yurishingiz shart emas. Yoningizda ham olib yurishga juda ham qulay. Bittada ikkita qilib ichsangiz ham bo'ladi. Trubuchkasi o'zi bilan chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana gilosli, anorli soklarni ta'mi keladi. Qonni ko'paytirib beradi, energiyaga to'ldirib beradi, immunitetni ko'tarib beradi va ichilish juda ham oson. Bismillah. Judayam mazali, mana bittada ichib tugatishingiz mumkin bo'ladi. Yoqimli bo'lgan ichimligimizni har qanday ayol kishi, yosh qizlarimiz ham ichib yurishi kerak. Tanangizni tarangligini oshirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni salomatligingizga doim qayg'uradigan bo'lsangiz, ayol kishi o'zini sevadigan bo'lsa, albatta Beauty Blend mahsulotimizni olib ichish tavsiya qilinadi.